Mana 110 lik mopedcham. Buni hozir bakini hajmini ham bilmayman-da. 3 litrlikmi, 3 litrdan ziyodmi? Hozir benzinni polnisda to'kib olaman. Hali bo'shatyapman. Keyin anaqa 5 litr benzin olib qo'yganman. Hozir solaman. Mana shu liq-liq bo'lguncha qancha benzin ketayotgan. Keyin bir bak benzin bilan mana odometri buni to'g'ri ko'rsatadi. Tezligini noto'g'ri ko'rsatadi, lekin mana odometri qancha yurganini to'g'ri ko'rsatadi. Telefon bilan ham GPS bilan o'lchayman. Bir bak benzin bilan qancha yurayotgan bu. Hozir men trassaga bir borayotgan, Ziyodinga borayotgan joylarim bor. Borib kelishim anchagina bo'ladi. Bir bak benzin ketib qoladi. Necha kilometr yurayotgan, shuni tekshiraman. Mana 2 litrlik bakalashka bilan tochna 2 litr qoldi, 3 litr ketayotganda. 5 litr benzin olib keldim, bakni polnisda bo'shatdim. Liq-liq bo'lguncha soldim. Katta bakalashkadan qolganini menga soldim. Mana 2 litr. Значит, 3 litr ketayotgan bakiga. 3 litr benzinni tugaguncha haydaymiz. Qani qancha yurayotgan? 100 dan ziyod 100% yuradi. Shu 120 larga taxminan qilyapman-da men. Keyin o'lchab ko'ramiz, yuziga qancha ekanini. Mana bu ham 0, bu ham 0, hammasini solishtiramizda keyin. Ha, ketdik. Bo'pti, Muhammadjon. Salom, Sherzodga zo'rmisiz aka? Mana 28 kilometr yurdim, odometr ham 28 kilometr ko'rsatyapti. Bir bozorga keldimda hozir. Mana bu yerga proydini 51 kilometr deyapti. Bu yerga 52 kilometr. Bu ham hozir 52 bo'ladi, yana ketda yursam. Mana bu to'g'ri ko'rsatadi mana mopedga. Hozir yana Ziyodinga ozroq qoldi.
Ketamiz. Ziyodinga keldimda ozgina qoldi. Havo gitay salqin ekan, bitta qo'lim yaxlayapti. Sayohat qilish zo'rda, baribir bir odamni miyasidagi chigirlar yoziladi-da. Mashin bilan ham kelib ketsam bo'laydi. O'zi motosikl bilan bir uzoqqa chiqmagan ancha bo'libdi. Shu odam ish, pul topaman dedi, hayot o'tib ketaveradi. O'sha uchun velosiped bilan ham gitday uzoqroq joyga borsangiz ham boshqacha-da, sayohat qilib, bir alov yoqib, miyangiz ham dam oladi, o'zingiz ham dam olasiz. Bu O'zbekning ishi hech qachon tugamaydi. Qancha ishlasa ham, pul ham yetmaydi, pastayanda hayot o'tib ketadi. O'sha uchun o'ziga ham bitta vaqt ajratib, vaqqa chiqib Sidinkasi ham lekin 5-tochka og'riti ekanda, gitta indioq qilish kerak. Bunday yaxshi lekin ana Ziyodilni ham bir ekskursiya qilib ketaylik-chi. Ziyodildan ham obunachilar ko'p. Kechigina berilgan bu va'dalaring gapirildi prosta tak unutildi darrov. Yana nima dema har gal bitta gapingga ishonib yashadim-ku mana mo'xsani gaping mana bundoq. Endi iltimos meni kechiring, endi yaxshi yashaylik. Qani endi shu gaplaringda agarda bo'lganida ayni haqiqat. O'zing yanada o'ylab ko'rgin, ming bora bo'larmidi shu darajada xunuk o'rtamizdagi bu oqibat. Kimda kasofa? Qani o'sha sevgi muhabbat, qani nafosat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endi faqatgina nafrat. Bo'ldi yetar, ortig'ini gapirmadim, qisqasini aytganda jonim senga ming rahmat. Zaboni shirin, ammo ro'zani qilsam befarqon, dillarga holatlar maqsin befarqon, ko'zlarda yo'qoldim manno, yo'q manno. Здесь хороший площадь, отверишь. Как у тебя жалобы? Сделаем общий или один? По отдельно? Да, общий сделаем. 125 mi? Ha, 150. Resursi juda kattada bu motorda. Resursi kubka ana bu. Qani joni qattiq. Juda надёжный. Bu нижний вальныйda gitta vibratsiya bor. Emilniki верхний вальныйda, bilasizmi? Bu нижний валь. Ha. Bunga balansirovchi val yo'q-ku, lekin o'sha plus minusi bor-da. Zanjil yo'q, talkatil bu. Yo'q, zanjil emas bu, talkatil. Ha, ana. Ha. Talkatil. Рассказывай, как вообще, дорогой? Да, нормально, все хорошо. Сам как? Работаю на закладке. Yarım saat oturalım. Aka osh ko'kda o'tirib, oshga oshgan bilan
Yaxshi. Boshqani bo'lganda maydanglar, yetaveradi. Бережёного Бог бережет. У меня горький опыт с этого, блядь, с Андижана. Поэтому шампунь спокойно. Bu 119 kilometr borib keldim, benzin hali borki, bu 3 litr benzin. Mana benzinni o'zi bilan olib yuribman, tugasa solaman deb. Ishimni ham bitirib keldim, bu hali o'chmadi. Keyin asta bakalashkaga to'kib olaman-da, qani qancha benzini qolibdi. Menimcha o'zi ishlama qolmadi bu yerga. Keyin yana bir shaharga ishlarim bor, ishlarim bitirib bir aylanib kelaman, balkim yo'l pulga to'xtar. Agar to'xtamasa, bakdan benzinni ochib olib ko'raman-da qancha qolganini. O'zimning ishlarimga borib kelaman, benzin tugamadi. Keyin uyga, qabaqa bozor o'chirga borib keldim. Oxiri benzinim tugadi. 140 kilometr yurdi-da 3 litr benzin bilan.